Mana Allohning fazli va rahmati bilan muborak Ramazon oyida chodirlarda yashayotgan mazlumlarga, faqirlarga, muhtojlarga yordamlarimiz davom etib kelyapti. Bugun ham Allohning fazli va rahmati bilan ko'rib turganlar ushbu 4 ta qo'yni inshaalloh so'yib, chodirlardagi musulmonlarga, mazlumlarga ulashtiramiz. Albatta bu 4 ta qo'yni ikkitasi aqiqa qurbonligi, ya'ni ikkita aqiqa qurbonlikni bir birodarimiz o'g'il farzandli bo'lgan ekanlar, yana bir birodarimiz esa qiz farzandli bo'lgan ekanlar. Shu farzandlari nomidan so'yib ulashlik uchun mablag' yuborganlar. Qolgan ikkita qo'yni bittasi bir birodarimiz farzandlari nomidan ehson qilishlik maqsadida, yana birodarimiz esa ehson qurbonligi maqsadida mablag' yuborganlar. Inshaalloh bizlar ham ana bu qo'ylarni sotib oldik. Hozir so'yib, go'shtlarni tayyorlab, chodirlardagi mazlumlarni bugun mana bu muborak Ramazon oyida xursand qilamiz inshaalloh. Alloh taolo ehson qilgan, aqiqa qilayotgan, qurbonlik qilayotgan birodarlarimizdan qabul qilsin va farzandlarini solihlardan, solihalardan, mu'minlardan, mu'minalardan qilsin. Agar sizlar ham mana bu muborak Ramazon oyida yoki muborak Ramazon oyidan keyin ham mazlumlarga, faqirlarga o'z ehsonliklarini yuborib, ularni xursand qilishni istaylar, bizning aloqa markazimizga chiqishlar mumkin. Inshaalloh hozir go'shtlarimizni tayyorlab olib, chodirlarga yo'l olamiz va u yerdagi mazlumlarni, faqirlarni quvontirishda davom etamiz inshaalloh. جوز بال 2021 25 دلوقتي شيل لك هاي Mana hozirda ko'rib turganingizdek, ushbu chodirga yetib keldik va inshaalloh hozirda aqiqa va qurbonlik go'shtlarimizni mana bu mazlumlarga, ehtiyoj sohiblariga ulashtirib beramiz. Alloh taolo birodarlarimizni aqiqa qurbonliklarini, ehson qurbonliklarini qabul qilsin va mana bu mazlumlarni, faqirlarni quvontirgani sababli Alloh taolo ularni dunyo va oxirat yaxshiliklar bilan mukofotlasin. Albatta hozir bu yerda taxminan 30 tadan ortiq oilalar yashaydi ekan. Bizlar ham go'shtlarimizni bir qismini hozir bu yerga tarqatib va keyingi navbatdagi chodirga ham borib, u yerda ham yordamlarimizni, aqiqa qurbonlik go'shtlarimizni u yerda ham ulashtiramiz. Alloh taolo ehson qilgan akalarimizdan, aka-uka, opa-singillarimizdan rozi bo'lsin va mana bu ehsonlarni qabul qilsin inshaalloh. Hozir go'shtlarimizni ulashtiramiz. Bismillah. Tafadhal. Allah maşallah. Mana hozir ikkinchi chodirlarimizga keldik. Inshaalloh bu yerda ham bir nechta oilalar yashashar ekan. Albatta bular urushlar sababli o'z uylariga qaytisha olmagan, chunki bombardimon bo'lib uylari vayron bo'lgan. Bizlar ham ularni mana bu muborak Ramazonda oyida xursand qilishlik uchun mana shunday kelayotgan ehson, aqiqa qurbonlik go'shtlarini ularga ulashtirishda davom etyapmiz. Alloh taolo birodarlarimizni aqiqa qurbonliklarini qabul qilsin va farzandlarini solihlardan, solihalardan qilsin va birodarlarimizni ehson qurbonliklarini ham qabul qilsin. Mana bu muborak Ramazon oyidan gunohlardan pok holda chiqishligi nasib qilsin inshaalloh. Eyvallah, islamu. Tafadhal. Islamu. Allah razı inşallah. Amin inshaalloh. Tafadhal. 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 ما شاء الله. يلا يا حجي تفضل. الله يعافيك ان شاء الله. تفضل حجي. تفضل. الله يعافيك. تفضل. كيفكم؟ تسلم.